Xo'p, Navisworksga o'ziga qaytamiz. Navisworksda endi biza bu narsalarni saqlanib qilib oldik. Endi biza ozgina instrumentlar bilan tanishishni boshlaymiz. Xo'p, instrumentlarni birinchi bo'lib instrumentlarni biza chiqarib olishni o'rganishimiz kerak. Chiqarib olish deganda bizada mana bu yoqda, mana bu yoqda kommentariylar, svoystvalar, naborlar turibdi. Ko'rganinglardek. Sizlarda bu narsalar bo'lmaydi. Mana bu yoqda bo'lmaydi sizlarda mana bu narsalar. Faqat derevo vыбора turadi sizlarda. Derevo vыбора ham agar mabodo chiqib ketgan bo'lsa, bu qo'rqinchli emas. Masalan, mana buni bitta bossangiz derevo vыбора chiqib keladi. Endi qolgan qo'shimcha o'sha yaratilish kerak bo'lgan knopkalarni chiqarish uchun bu yoqqa bizada bu yerda vid degan joyga kiramiz. Viddan biza oknaga bosamiz. Va mana bu oknada ko'rib turganingizda hamma o'sha biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan parametrlar bor. Bizga hozir juda ham zarur bo'ladigan eng katta parametr bu svoystva. Svoystva juda ham ko'p kerak bo'ladi. Sababi har bitta elementga bosganingizda svoystvasini ko'rishingiz kerak bo'ladi mana. Ko'rib turganinglardek. Xo'p. Aytaylik, svoystadan tashqari nabor yaratdi. Kerak bo'ladi sizlarga. Nabordan tashqari qo'shimcha yana nimadirlar qo'shsanglar bo'ladi. Masalan, kommentariy qo'shsanglar bo'ladi. Yoki mana saqlanayotgan точки обзорlar qo'shsanglar bo'ladi. Ha? Endi qaranglar. Bu narsani sizlar xohlasanglar mana shu men qilgandek yoniga qistirib qo'ysanglar bo'ladi. Qistirish uchun mana bu yerda закрепить degan joyi bor. O'shani bosib qo'ysanglar, bu yoqqa bosganinglarda yo'qolmaydigan bo'ladi. Agar menga xalaq qiladi bu narsa men ishlayotganimda desanglar, buni bosib qo'ygan ma'qul. Kimdir unaqa ishlaydi, kimdir bunaqa ishlaydi. Kimga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa. Masalan, svoystvani yoqib qo'yib, bu yoqda naborni bosganinglarda svoystvani ustiga chiqaveradi bu narsa. Постоянно svoystva yoqib o'tiraveradi keyinchalik. Masalan, mana bu yerga bosganingizda svoystva ketib qolmaydi. Endi bu narsani biz bu yoqqa qistirishimiz uchun aytaylik, mana bu yoqdan olamiz. O'sha boshidan ushlab turib bu yoqqa olib kelsak, ko'rib turganinglarda mana tepada bor, tepaga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Yoniga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi mana. Xuddi shunaqa mana pastga qo'ysanglar bo'ladi, bu yoq yonga qo'ysanglar bo'ladi va mana bu yarim ekran, bu yoq yarim ekran, pastki yarim ekran, tepa yarim ekran. Ko'p turganinglarda mana shunaqangi formatda ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, buni qo'yganinglardan keyin buni zakrep qilsanglar, buni yoniga kirib ketadi. Buni to'g'ri yoki noto'g'ri deb aytish qiyin, chunki kimga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa ishlaganni tavsiya qilaman. Menga masalan bu yerda mana shu bekinib turgani qulay bo'ladi. Chunki o'zimga kerak bo'lgan nimadir bosib turib, bu yoqqa bitta bossam o'zi chiqib kelaveradi o'sha narsalari. Men xohlagan narsamni ko'raveraman. Keyin bu yoqqa yana bitta bosganda yo'qoladi, bo'ldi. Menga xalaq qilmaydi. Kimga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa ishlagan ma'qul.